Ko'pchilik kanisiyaning siri bor. Trapetsiyaga qanaqa burchak chiqarishni o'rgatishmaydi. Hozir men o'rgataman. Necha metr qanaqa olishi hammasini o'rgatib ko'raman. Videoni oxirigacha ko'ringlar faqat. Bunaqa ozgina cho'zilishi mumkin, lekin vaqtingizga rozi bo'ling. Hop, kesib olamiz. Mana bu razmerga olib chiqamiz hammasini. Bitta razmer. Misol uchun men 70 chiqqan, 70 kesib oldim. Yo'q, ham shunaqa 70 chiqdi mana. O'rtasi 220. Qo'yamizda ushlab turamiz. Qo'ygandan keyin mana chizib belgilab olamiz. Amtini. Shu yerdan shuni kesib tashlaymiz hozir. Bu tomonni ham xuddi shunaqa qilib qo'yib, xuddi shunaqa qo'yib, kesib tashlaymiz. Kesgandan keyin qo'yamiz. Mana chizib olamiz. Bir tomoni voy o'lchab kelgan joyini xuddi shunaqa chizib olamiz. Keyin tasvirkaga qo'yamiz. Razmeriga shunday qo'yamiz. Chiziqqa moslab. Qatdan burchagini xullas mana to'g'ri keldi. Yo'liga точно tushdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ozgina anaqa joyini pichoqda salmga borsa bo'ladi.